Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim va ko'pchilikni xavotirga solayotgan masalani tushuntirib beraman. 20 noyabrdan pensiyalarning ommaviy to'xtatilishi degan gap nimani anglatadi? Kimning pensiyasi xavf ostida? Kimlar esa umuman bezovta bo'lmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarga bevosita taalluqli. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar vaqtida yetib borsa, odamlar pulidan, asabidan va vaqtidan ayrilmaydi. Avvalo men eng asosiy narsani aniq aytib qo'yaman. 20 noyabrdan hammaning pensiyasi to'xtaydi degan gap to'g'ri emas. Lekin ayrim toifadagi pensionerlarning to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin degan gap haqiqatga yaqin. Farq juda katta, olmay to'xtatilish deganda barcha pensionerlar emas, balki hujjatlarda yashash manzilida, bank kartasida, shaxsiy ma'lumotlarida yoki pensiya olish huquqida muammo aniqlangan fuqarolar nazarda tutiladi. Oldin qanday edi? Ilgari pensiya ko'p hollarda bir marotaba tayinlanardi va odam pulini har oy olib yuraverardi. Tekshiruvlar ham bo'lardi. Lekin ko'p narsa qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, shaxsning o'zi kelib tasdiqlashi yoki pochta orqali yetkazish tartibiga bog'liq edi. Masalan, pensioner boshqa viloyatga ko'chib ketsa, chet elga uzoq muddatga chiqib ketsa yoki vafot etgan bo'lsa ham, ba'zi hollarda ma'lumotlar tizimlarga kech tushardi. Natijada budjetdan ortiqcha to'lovlar ketib qolishi, keyin esa qarindoshlardan ortiqcha olingan pulni qaytarish talab qilinishi mumkin edi. Hozir nima o'zgardi? Hozir davlat idoralari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali solishtiryapti. FSHD ma'lumotlari, migratsiya ma'lumotlari, bank kartalari, soliq bazasi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosalar, doimiy yashash manzili, vasiylik va ishonchnoma ma'lumotlari tekshiriladi. Agar tizimda biror nomuvofiqlik chiqsa, pensiya to'lovi avtomatik ravishda to'xtatilishi yoki vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Shu sababli 20 noyabr atrofidagi yangilik ko'pchilikka ommaviy to'xtatilish bo'lib eshitilyapti. Aslida bu ko'proq tozalash, aniqlashtirish, qonuniylikni tekshirish jarayonidir. Men birinchi navbatda quyidagi toifadagi fuqarolarga e'tiborli bo'lishni maslahat beraman. Birinchisi, pensiyani bank kartasi orqali olayotgan, lekin karta muddati tugagan yoki karta boshqa odam qo'lida bo'lgan pensionerlar. Masalan, onaxonning pensiya kartasi oldida turadi, onaxon esa qishloqda yashaydi. Bank tizimida karta faol, pul yechilyapti. Lekin pensionerning o'zi tirikligi, yashash joyi va roziligi bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Ayniqsa pensioner og'ir kasal bo'lsa, yura olmasa, o'zi bankka bora olmasa. Bunday holatda yaqinlari hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirishi kerak. Ikkinchi toifa, chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Masalan, 6-8 yoshli fuqaro Rossiyaga yoki Turkiyaga farzandlariga ketgan. 6 oy yoki 1 yil davomida O'zbekistonga qaytmagan. Agar uning pensiyasi bu yerda kartaga tushib tursa, tizim migratsiya ma'lumotlarini ko'rib, bu shaxs mamlakatda emas, pensiyani olish tartibi to'g'ri bajarilyaptimi degan savolni qo'yishi mumkin. Bu ham pensiya butunlay bekor bo'ldi degani emas. Bu holatda fuqaroning maqomini aniqlash kerak bo'ladi. Uchinchi toifa, nogironlik pensiyasi oluvchilar. Nogironlik pensiyasi doimiy bo'lishi ham mumkin, muddatli bo'lishi ham mumkin. Agar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi tomonidan belgilangan muddat tugagan bo'lsa, lekin fuqaro qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, to'lov to'xtatiladi. Masalan, iki guruh nogironligi 2024 yil noyabrgacha belgilangan, fuqaro esa qayta ko'rikka bormagan. Bunday holatda dekabr oyida pul tushmay qolishi mumkin, chunki tizim nogironlik muddati tugadi deb ko'rsatadi. 4-toifa. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan bolalar va talabalar. Bu yerda eng ko'p muammo o'qish bilan bog'liq. Masalan, bola 15 yoshga to'lgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, u ma'lum shartlarda pensiya olishni davom ettirishi mumkin. Ammo o'qish joyidan ma'lumot tizimga tushmasa yoki talaba akademik ta'tilga chiqsa, sirtqi ta'limga o'tsa, o'qishdan chetlashtirilsa, pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. Oila esa nega pul tushmadi deb hayron qoladi. 5-toifa, doimiy yashash manzili yoki pasport ma'lumotlarida o'zgarish bo'lganlar. Masalan, fuqaro eski pasportini ID kartaga almashtirdi, familiyasini o'zgartirdi, boshqa tumanga ro'yxatga o'tdi, lekin pensiya jamg'armasi bo'limiga ma'lumot bermadi. Elektron tizimlar har doim ham bir zumda moslashmaydi. Shaxsiy ma'lumotlarda bitta harf farqi ham
muammo tug'dirishi mumkin. Pasportda O'rinboyeva va bankda O'rinboyeva, pensiya bazasida O'rinboyeva bo'lsa, tizim buni bitta shaxs deb darhol tanimasligi mumkin. Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, O'zbekistonda doimiy yashayotgan bo'lsangiz, pasportingiz joyida bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pensiyangizni o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, nogironlik yoki o'qish muddati kabi qo'shimcha shartlarga bog'liq bo'lmasangiz, odatda vahima qilishga asos yo'q. Men buni alohida aytyapman, chunki ko'p odamlar xabarni eshitadi-da, ertadan pensiyamni bermas ekan deb qo'rqadi. Yo'q, pensiya huquqi qonun bilan himoyalangan. Uni hech kim shunchaki kayfiyatiga qarab to'xtata olmaydi. Masalan, 72 yoshli otaxon har oy bank kartasiga pensiya oladi. Doimiy yashash manzili o'zgarmagan, hujjatlari yangilangan. Hech qanday qarama-qarshi ma'lumot yo'q. Bunday odamning pensiyasi to'xtatilishi uchun asos bo'lmaydi. Yoki 65 yoshli ayol pensiyasini pochtadan oladi, har oy o'zi imzo qo'yadi, mahallada yashaydi, pasport ma'lumotlari to'g'ri. Bu holatda ham xavotir ortiqcha, lekin men xavotir olmayman degani, men hech narsa tekshirmayman degani emas. Men har bir pensionerga yoki uning farzandlariga kamida bir marta ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki ba'zan muammo sizda emas, tizimdagi texnik xatoda bo'lishi mumkin. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 70 yoshli ayolning pensiyasi har oy 1 million 800 ming so'm bo'lsin. Ayol kasalligi sababli bankka bora olmaydi. Kartasini qizi ishlatadi. Qizi har oy doriga, oziq-ovqatga pul yechadi. Yomon niyat yo'q. Lekin bank operatsiyalari faqat qiz tomonidan amalga oshirilgani, onaning o'zi uzoq vaqt ko'rinmagani sababli aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Bunday holatda pensiya to'lovi vaqtcha to'xtasa, qizi notarial ishonchnoma, onaning shaxsini tasdiqlovchi hujjat, zarur bo'lsa tibbiy ma'lumot bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi kerak. Ikkinchi misol, 19 yoshli talaba otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U birinchi kursda kunduzgi ta'limda o'qigan, keyin sirtqi ta'limga o'tgan. Oila esa pensiya davom etaveradi deb o'ylagan. Ammo qonunchilikda aynan kunduzgi ta'lim talabi bo'lishi mumkin. Shuning uchun noyabr oyidan keyin to'lov to'xtasa, bu davlat pulni bermay qo'ydi degani emas, balki pensiya olish sharti o'zgargani bilan bog'liq bo'ladi. Talaba o'qish shakli, buyruq nusxasi va ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma olib, holatini aniqlashtirishi zarur. Uchinchi misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaroning uch guruh nogironligi 20 noyabrgacha belgilangan. U oldin ham uzaytirib berishgan. Bu safar ham bo'laveradi deb komissiyaga bormagan. Tizimda muddat tugaganidan keyin pensiya avtomatik to'xtaydi. Keyin fuqaro qayta ko'rikdan o'tadi. Nogironlik yana tasdiqlansa, ayrim hollarda to'lov tiklanadi. Lekin kechikish sababli 1-2 oy pulsiz qolish xavfi bor. Demak, muddatli nogironlikda kalendarga qarab yurish juda muhim. 4-misol. Pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tdi. Eski mahallada ro'yxatda turgan. Yangi joyda esa vaqtincha yashayapti. Pensiya eski manzil bo'yicha yurib turibdi. Bir kuni tekshiruvda fuqaro ko'rsatilgan manzilda yashamayotgani aniqlanadi. Bu firibgarlik bo'lmasligi ham mumkin, oddiy ko'chish holati. Lekin hujjatda tartib bo'lmasa, to'lov ushlanishi mumkin. Shuning uchun yashash manzili o'zgarganda keyin boraman deb yurmaslik kerak. Endi men eng muhim nozik jihatlarni aytaman. Pensiya to'xtatilishi bilan pensiya bekor qilinishini aralashtirmang. To'xtatilish vaqtincha bo'lishi mumkin. Masalan, hujjat yetishmayapti, muddat tasdiqlanmagan, shaxs aniqlashtirilmagan. Bekor qilish esa pensiya olish huquqi yo'qolganda bo'ladi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola belgilangan yoshdan oshdi va o'qish sharti yo'q yoki nogironlik qayta ko'rikda tasdiqlanmadi. Bu ikkisi boshqa narsa. Yana bir nozik jihat, ortiqcha to'langan pensiya keyinchalik qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, pensioner vafot etgan, lekin uning kartasidan qarindoshlari yana 2 oy pul yechgan. Ular biz janoza xarajatlariga ishlatdik deyishi mumkin. Insoniy tomondan tushunarli, lekin huquqiy tomondan vafot etgan kundan keyingi to'lovlar alohida tartibda ko'riladi. Agar ortiqcha to'lov bo'lsa, uni qaytarish masalasi ko'tariladi. Shuning uchun vafot holatida ham hujjatlarni vaqtida rasmiylashtirish kerak. Bank kartasi masalasi ham juda muhim. Ba'zi pensionerlar kartaning PIN kodini nevarasiga, qo'shnisiga yoki tanishiga berib qo'yadi. Men buni tavsiya qilmayman, chunki pul yechilganidan keyin nizo chiqsa, isbotlash qiyin bo'ladi. Men bermaganman, u o'zi oldi.
men faqat yordam berdim degan tortishuvlar ko'p uchraydi. Eng to'g'ri yo'l, agar pensioner o'zi harakatlana olmasa, ishonchli shaxsga notarial ishonchnoma rasmiylashtirish. Yana bir xato. Odamlar telefoniga kelgan har qanday xabarga ishonib qoladi. Pensiyangiz to'xtamasligi uchun mana bu havolaga kiring, kartangizni tasdiqlang, kod yuboring degan xabarlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan bank kartangizning maxfiy kodini, SMS kodini, PIN kodini so'ramaydi. Agar kimdir shunday desa, bu juda katta xavf belgisi. Chet eldagi pensionerlar uchun ham alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Ba'zilar pensiyani O'zbekistondagi kartaga olib chet elda ishlatadi. Ba'zilar esa umuman qaytmaydi. Bu holatda doimiy yashash, fuqarolik, konsullik hisobida turish, pensiya olish huquqi kabi masalalar alohida tekshiriladi. Shuning uchun chet elda bo'lgan pensionerlar qarindoshlar orqali taxmin bilan ish qilmasin, rasmiy idoradan yozma yoki elektron javob olsin. Birinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki nafaqami? Chunki har birining sharti boshqa. Yoshga doir pensiyada asosiy masala shaxs va to'lov ma'lumotlari bo'lsa, nogironlikda tibbiy xulosa muddati, boquvchisini yo'qotganlikda yosh va o'qish holati muhim. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, yashash manzili, telefon raqam. Agar ishonchli shaxs bo'lsa, notarial ishonchnoma. Nogironlik pensiyasi oluvchilar tibbiy xulosa muddatini albatta ko'rsin. Talabalar o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma olsin. Uchinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizdami? Ba'zan pensiya tushadi, lekin karta blokda bo'lgani uchun odam pensiyam to'xtadi deb o'ylaydi. Aslida muammo bankda bo'ladi. Shuning uchun avval bank ilovasidan yoki bank filialidan holatni aniqlang. 4-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar pul tushmay qolsa, kutib o'tirmang. Keyingi oy tushar deb yurish xato. Murojaatda aniq yozing. Menga tayinlangan pensiya to'lovi falon oyda kelmadi. Sababini tushuntirish va to'lov holatini tiklash bo'yicha yozma javob berishingizni so'rayman. Yozma murojaat qilsangiz, javob ham rasmiy bo'ladi. 5-qadam, My.Bindokup.uz yoki tegishli elektron xizmatlar orqali ma'lumotlarni tekshirishga harakat qiling. Agar elektron imzo yoki OneID bo'lsa, ko'p xizmatlarni uydan turib ko'rish mumkin. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin, lekin karta kodi va shaxsiy ma'lumotlarni begonalarga bermasin. 6-qadam, mahalla bilan aloqani uzmang. Ko'p holatda mahalla fuqaroning yashash holati, ijtimoiy ahvoli, yolg'izligi, parvarishga muhtojligi haqida ma'lumot beradi. Agar pensioner yolg'iz yashasa, mahalla xodimlariga uning holatini bildirish foydali bo'ladi. Bu nafaqat pensiya, balki ijtimoiy yordam masalalarida ham kerak. 7-qadam, agar pensiya noto'g'ri to'xtatilgan deb hisoblasangiz shikoyat qiling. Avval tuman bo'limiga, keyin yuqori turuvchi tashkilotga. Zarur bo'lsa sudga murojaat qilish mumkin. Lekin shikoyat hissiyot bilan emas, hujjat bilan qilinadi. Menga pul kerak degan gapning o'zi yetmaydi. Mana pensiya tayinlangan qaror, mana pasport, mana bank ma'lumoti, mana nogironlik xulosasi, mana o'qish ma'lumotnomasi deb asos ko'rsatish kerak. Men odatda quyidagi hujjatlarni tayyorlab qo'yishni maslahat beraman. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, bank plastik kartasi rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, telefon raqam, nogironlik bo'lsa, tibbiy ekspertiza xulosasi. Talaba bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchli shaxs bo'lsa, notarial ishonchnoma, vafot etgan pensioner bo'yicha esa o'lim guvohnomasi va meros yoki dafn puli bilan bog'liq hujjatlar. Agar pensioner yura olmasa, uning o'rniga farzandi borishi mumkin. Lekin oddiy men o'g'liman degan gap har doim yetarli bo'lmaydi. Shaxsiy ma'lumotlar himoyalangan. Shuning uchun ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Agar pensionerning ahvoli og'ir bo'lsa, notariusni uyga chaqirish tartibi ham bor. Bu xarajatli bo'lishi mumkin, lekin keyingi muammolarning oldini oladi. Birinchi xato, qo'shnimning pensiyasi to'xtabdi, demak meniki ham to'xtaydi deb vahima qilish. Har bir holat alohida tekshiriladi. Qo'shnida nogironlik muddati tugagan bo'lishi mumkin, sizda esa bunday muammo yo'q. Ikkinchi xato, pul tushmagan kuni darhol qarz olish. Avval sababni aniqlang. Balki bankda texnik kechikishdir.
balki karta muddati tugagandir, balki to'lov sanasi 1-2 kunga surilgandir. Uchinchi xato telefon firibgarlariga ishonish. Pensiya mavzusi bilan odamlarni qo'rqitib, karta ma'lumotlarini olib qo'yadiganlar ko'payadi. Hech kimga SMS kod aytmang. 4-xato hujjatlarni oxirgi kunga qoldirish. Ayniqsa 20 noyabr kabi sanalari atrofida idoralarda navbat ko'payadi. Agar sizda nogironlik muddati tugayotgan bo'lsa yoki o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, oldindan harakat qiling. 5-xato og'zaki javob bilan cheklanish. Idorada kimdir bo'ladi, kuting desa, lekin 2 oy pul tushmasa, siz vaqt yo'qotasiz. Rasmiy murojaat qiling, ro'yxatdan o'tgan raqamini oling, javobni saqlang. Demak, 20 noyabrdan pensiyalarning ommaviy to'xtatilishi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Hamma pensionerning puli to'xtamaydi. Lekin ma'lumotlarda nomuvofiqlik bor. Nogironlik muddati tugagan, o'qish sharti tasdiqlanmagan, chet elda uzoq muddat bo'lgan, bank kartasi yoki ishonchnomasi muammo bor fuqarolarda to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Eng to'g'ri yo'l vahima emas, hujjatlarni tekshirish, rasmiy idoraga murojaat qilish va hamma narsani yozma tasdiqlab olishdir. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq uning hujjatlarini ko'rib chiqing. Pensiya turi, karta muddati, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, nogironlik yoki o'qish hujjatlari joyidami? Hammasini tekshiring. Shu oddiy ish bir necha oy pensiyasi qolishning oldini olishi mumkin. Izohlarda yozing. Sizda yoki tanishlaringizda pensiya to'lovi to'xtab qolgan holat bo'lganmi? Sababini qanday aniqlagansiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onasi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan ogohlantirish kimningdir oylik daromadini saqlab qolishi mumkin.